Bismillahirrahmanirrahim. Abul Hasan an-Nadavining Qisasun Nabiyyin lil Atfal, ya'ni ballar uchun payg'ambarlik qissasi nomli bu kitobni dars qilayotgan. Bugun 3-dars. 12-mavzu ila Makkata, Makkaga deydi. Va ghadiba qavmu Ibrohim va ghadiba al-maliku va ghadiba validu Ibrohim. İbrahimning qavmi g'azablandi va liqi podshoh g'azablandi va Ibrohimning dadasi g'azablandi. İbrahim boshqa shaharga safar qilishni iroda qildi. Boshqa shaharga safar qilishni va o shaharda Alloh taologa ibodat qilishni va insonlarni Alloh taolo tarafga da'vat qilishni, chaqirishni iroda qildi. Va İbrahim o'zining davlatidan chiqdi va dadasi bilan xo'shlashdi. Vadda'a degan xo'shlashdi. İbrahim Makkani niyat qildi, ya'ni qasd qildi, shu taraf qarab mangdi. Uning bilan billa ayoli Hajar billa bar edi. Zavjuhu degan yo'ldashiga mangdu ham ayoliga mangdu. Makkada o't cho'p yoki daraxt yo'q edi. Makkada uningda quduq yoki o'stanglar yo'q edi. Makkada hayvon yoki inson yo'q edi. Basharun degan inson. Va İbrahim Makkaga yetib keldi, vasalada yetib keldi va Makkaga tushdi. İbrahim ayoli Hajarni va bolasi Ismoilni tark etdi, ya'ni Makkaga tark etdi. Tashlab qo'ydi. İbrahim mangishni iroda qilgan chaqda ayoli Hajar mundaq dedi. Ila ayna ya sayyidi, sayyidim, nakbarsiz yo'ldoshini hurmatlab xo'jayin degandek atabdi. Meni bu yerga tark etamsiz? Meni bu yerga tark etamsiz? Bu yerda suvmi yo'q, tamoqmi yo'q tursa. Hal amarakallohu bihaza. Bu ishqa Alloh sizni buyurdimi? Ya'ni shunday qilishingizga Alloh sizni buyurdimi? İbrahim alayhissalom shundoq dedi. Hajar undaqda izan, ya'ni undaqda la yudi an, Alloh bizni zoya qilmaydi, zoya qilib atmaydi. 13-mavzu bi'ru zamzam. Zamzam quduqi. İsmoil bir qatim usab ketdi va uning onasi uning sug'urishni iroda qildi. Lekin suv nada? Makkada quduq yo'q, Makkada o'stang yo'q, daryo yo'q. Hajar suv talab qilib Safadan Marvaga, Marvadan Safagacha yuguradi. Alloh taolo Hajarga yordam berdi, Ismoilga yordam berdi va u ish uchun suv yaratib berdi. Suv zamindan chiqdi, Ismoil ichdi va Hajarmi ichdi. Va baqiyal ma'u, suv qolib qoldi, ya'ni to'xtab qolmadi. Shuning bilan Zamzam quduqi shakllandi. Alloh taolo Zamzamga barakat ato qildi. Mana bu shu quduqki insonlar uningdan ichadigan, ya'ni haj vaqtida shu quduq va insonlar Zamzam suyini o'zlarining shaharlariga elib ketadigan deydi. Zamzam suyi ichdingizmi debdi. 14-si Ru'ya Ibrohim, Ibrohimning tushi. İbrahim bir muddatdan keyin, ba'da muddatin, bir muddatdan keyin bir mazgildagi Makka qaytib keldi va Ismoilga uchrashdi va Hajarga uchrashdi. İbrahim o'zining bolasi bilan xushal bo'ldi. Ya'ni bolasi Ismoilni yaxshi ko'radi. Ismoil kichik bola edi, yuguraydi va o'ynaydi. Dadasi bilan birga chiqadi. İbrahim Ismoilni bek yaxshi ko'radi. Ma'lum bir kechida zata laylatin. Ma'lum bir kechida İbrahim tushida mundaq ko'rdi, ya'ni o'zining Ismoilni bo'g'izlayotganligini ko'rdi. İbrahim rostchil payg'ambar bo'lib, uning tushimi rostchil tush edi. İbrahim Allohning do'sti edi. Shuning uchun İbrahim tushida Alloh uningga buyurgan ishni qilishni iroda qildi. İbrahim Ismoilga mundaq dedi. Haqiqatan men tushimda seni bo'g'izlayotganligimni, bo'g'izlab shundaq ko'rdim. Fanzur deb baqqana qani maza tara, qandaq o'ylaysan, qandaq qaraysan deb baqqin. Qala Ismoil dediki, ey dada, if'al ma tu'mar. Sen buyruqingni qil. İnşallah sen meni sabr qilg'uvchilar qatoridan topsan dedi. İbrahim İsmoilni o'zi bilan birga oldi va pichoqni oldi. İbrahim Minaga yetgan chaqda İsmoilni bo'g'izlashni iroda qildi. Vattaja'a Ismoilu alal ardi. Ismoil zaminga yenicha yotdi. Ittaja'a degancha yotdi. Va İbrahim iroda qildiki, bo'g'izlashni iroda qildi va pichoqni Ismoilning giliga qo'ydi. Lekin Alloh taolo Halili, ya'ni İbrahim
Uni buyurgan ishni qilamdi, shuni ko'rishni yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'rdi. Va Allohni ko'proq yaxshi ko'ramdi yoki o'g'lini ko'proq yaxshi ko'ramdi, shuni ko'rishni iroda qildi. İbrahim imtihanda qutuq qozondi, imtihondan o'tdi. Shuning uchun Alloh taolo Jibrilni jannatdan kelgan bir qo'shqar bilan avatdi-da va mundaq dedi: "İzbah haza, buni bo'g'izlig'in, İsmoilni bo'g'izlamag'in." Alloh İbrahimning amalini yaxshi ko'rdi va musulmonlarni qurbon etguni mal bo'g'izlashga buyurdi. Sallallohu ala İbrahim al-Halili va sallam va sallallohu ala binihi İsmail va sallam. 15-mavzu al-Ka'batu. Ka'ba deydi. İbrahim ketdi va uningdan keyin qaytib keldi. Ya'ni Makkadan ketib, yana Makka qaytib keldi. Va bir uy bino qilishni iroda qildi. Va Alloh uchun bir uy bino qilishni, bir uy silishni iroda qildi. Uylar ko'p edi. Va Alloh uchun insonlar u uyda Allohga ibodat qiladigan, Alloh uchun uy yo'q edi. İsmail Alloh uchun dadisi bilan billa bir uy bino qilishni iroda qildi. İbrahim va İsmail tog'lardan toshlarni yo'tkidi. İbrahim Ka'bani qo'li bilan qurdi va İsmailmu Ka'bani qo'li bilan quratdi. İbrahim Allohni eslaydi va duo qiladi. İsmail Allohni eslaydi, zikr qiladi va duo qiladi. Ey Rabbimiz, bizden qabul qilgin. Haqiqatan sen nəhayət bək anlıqçı, anlab icabat qılğıcı və nəhayət bilimlik zatsan. Allah Taala İbrahimdən və İsmaildən qabul qıldı və Kəbəyə bərəkət ata qıldı. Biz Kəbəyə hər bir namazda yüzlənimiz. Müsəlmanlar Kəbəyə hac günləri səfər qılıdı. Kəbəni tavaf qılıdı və Kəbənin yanında namaz oxuydu. Allah Kəbəyə bərəkət ata qıldı və İbrahim və İsmaildən qabul qıldı. Sallallahu ala İbrahim və səlləm, sallallahu ala İsmail və səlləm və sallallahu ala Muhammedin və səlləm. 16-cı mavzuğa gəpdimiz inşallah kelərki dərsdə oxuyulu. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ente, estağfiruka və ətubu ileyk.